Yunusobod 19-kvartaldan Novostroykadan uyimiz chiqyapti. 3 xona, birinchi etaj uyimiz, 81 kvadratli uyimiz. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Mana kirishlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Katta keng qilingan ekan. O'zining mamtu mebellari ham bor ekan. Bu yog'imizda birinchi xonamiz bo'lyapti. Detskiy xonamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Mebellar hamma narsalar qolar ekan. O'ng qo'limizda spalni xonamiz bo'lyapti. Faqat spalnidagi bu yoq mebellarni olib chiqib ketishar ekan. Pardalar qoladi. Sanuzlar razdelniy bo'ladi. Bu yog'imizda tualetimiz bo'lyapti. Bu yog'imizda vannamiz. Vannada ham kir mashinalari bor ekan, bular ham qoladi. Zali ham katta keng ekan. Bu yerda mebellari bor ekan o'zini. Bu yerdan oshxonaga kirar ekanmiz. Oshxonada ham stroyli mebellari bor, konditsioner bor. Bu yerda ham xolodilnik bor ekan mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Remontlar yaxshi holatda turibdi. Hop, bu uyimizdan 81 kvadrat, narxini 97.900 so'rashyapti. Yana ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.